Dasturimiz davom etadi. Qo'rg'ontepa tumanidagi 2-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Chirchiq davlat pedagogika universiteti tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar mavzusida viloyat seminari tashkil etildi. Seminarga maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari, pedagoglar, tarbiyachilar hamda Chirchiq davlat universitetidan bir guruh o'qituvchilar taklif etildi. Aytish kerak, bugun muassasada 450 nafar bolajonlar zamonaviy shart-sharoitlarda sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetmoqda. Dastlab maskanda yo'lga qo'yilgan rus tili, mental arifmetikasi, ingliz tili hamda sport to'garaklarining faoliyati bilan tanishgan mehmonlar bola kamolotida ta'limning ilk bo'g'inida bu yo'nalishlarning ahamiyati muhim ekanligini alohida qayd etdilar. Chirchiq davlat pedagogika universitetining maktabgacha ta'lim fakulteti professor o'qituvchilar va ilmiy tadqiqotchilar tomonidan zamonaviy xorijiy texnologiyalarni takomillashtirish asosida yaratilgan yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'lim mutaxassislari uchun ilmiy tadqiqotchilarimiz va professor o'qituvchilar tomonidan seminar, treninglar tashkil etilmoqda. Bu treninglardan o'tkazishdan maqsad aynan bo'lajak yoshlarimizni nafaqat intellektual jihatdan rivojlantirish, balki ularda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga doir texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan uslubiy metodik ko'rsatmalar tarbiyachi mutaxassislar uchun bugun namoyish etiladi. Tadbirning asosiy maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, ularda yangi g'oyalar yaratishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishdan iborat bo'ldi. Seminar davomida ishtirokchilar uchun ochiq dars mashg'ulotlari, master-klasslar va ijodiy ko'rgazmalar tashkil etildi. O'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilayotgan yangi innovatsion usullar, STEM texnologiyalari namoyish etildi. Pedagoglar o'z tajribasi bilan o'rtoqlashib, muvaffaqiyatli yondashuvlarni muhokama qildilar. Mana bugun biz Chirchiq davlat pedagogika universitetining bir qator ilmiy xodimlari hamda o'qituvchilari bilan birgalikda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagoglari bilan birgalikda maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish, ijodiy rivojlanishida zamonaviy yondashuvlar mavzusida ilmiy amaliy o'quv seminarini tashkil etdik. Ushbu o'tkazilgan o'quv seminari zamonaviy ruhda va shu bilan bir qatorda zamon bilan hamnafas ravishda tashkil etildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki 2025-yil 15-may kuni davlatimiz rahbari tomonidan maktab islohotlariga bag'ishlangan videoselektorda aynan maktabgacha yoshga bilimsevarlikning boshlang'ich poydevori deb ta'rif berildi. Bu bejizga emas, chunki maktabgacha yosh haqiqatan ham bolada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'zini namoyon etish, shu bilan bir qatorda ichki bilimlarni rivojlantirishga imkoniyat beruvchi, tamal toshi qo'yuvchi davr desak mubolag'a bo'lmaydi. Seminar doirasida bolalar tomonidan tayyorlangan rang-barang sahna chiqishlari, qo'l mehnati orqali yaratgan ishlari va ijodiy kompozitsiyalar ham taqdim etildi. Bular bolalarning fantaziyasi, dunyoqarashi va mustaqil fikrlash qobiliyati qanday rivojlanayotganini namoyon qildi. Mehmonlar tashkil etilgan tadbirdan yuqori taassurot olib, o'z tashkilotlarida ham shunday ilg'or tajribalarni joriy etish niyatida ekanliklarini ta'kidladilar.